Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlarga talablar kuchaytiriladi. Tegishli tashabbus Jo'g'org'i Kengashda ko'tarildi. Unga ko'ra, endi nomzodlar Markaziy saylov komissiyasiga chet o'lkadagi banklarda va offshor hududlarda hisoblar yo'qligini tasdiqlovchi ma'lumotni berishi kerak. Shu bilan birga hujjat oliy ma'lumotni tasdiqlashi va qo'sh fuqaroligi yo'qligi hamda sudlanmaganini bildirishi kerak. Bundan tashqari, Jo'g'org'i Kengash deputatligi uchun kurashganlar uchun ham talablar qat'iylashgan. Ular ma'lum bir partiyadan saylovga qatnashsa, boshqa siyosiy tashkilotlarga a'zo bo'la olmaydi. Eslatib o'tsak, parlament saylovi kelasi yil o'tkaziladi. Ta'lim ministrligining javobgarligini ko'rib chiqishdan deputatlar bosh tortdi. Tegishli masala kecha Jo'g'org'i Kengashning Jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi qo'mitasida muhokama qilingan. Ishchi komissiya Gulmira Qudayberdiyevaning yo'l qo'ygan kamchiliklar uchun javobgarligini ko'rib chiqishni taklif qilib, buning uchun faqat bir deputat ovoz berdi. Qo'zg'algan jinoiy ishlar va tanqidlarga qaramay, ministrning ishi qoniqarli emas degan baho o'rniga yetarli emas deb almashtirildi. Eslatib o'tsak, tekshiruv Jahon bankining grantiga 5-6 sinflar uchun nashr qilingan darsliklar bo'yicha olib borildi. Ularda ko'plagan xatolar topilgan. Bundan tashqari, tender qonunbuzarliklar bilan birga o'tgani aniqlangan. Ko'p tilli bilim berish dasturiga kiritilgan bolalar bog'chalarining soni 2020-yilning oxirigacha 2 marta ko'payadi. Bu haqda Fan va ta'lim ministrligidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, hozirda mazkur dastur 42 ta bolalar bog'chasiga kiritilgan. Ministrlik bola bog'chadagi 1380 pedagog kvalifikatsiyasini ko'tarishni rejalashtirmoqda. 1296 bolalar bog'chasiga 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun rivojlantirish, o'qitish va tarbiyalash dasturi kiritiladi deb aytiladi ma'lumotda. So'nggi qo'ng'iroq bayrami sababli maktablarda pul yig'ish fakti aniqlansa, direktor ishdan chetlatiladi. Bu buyruq Fan va ta'lim ministrligi tomonidan qabul qilindi. Har yili maktab bitiruvchilari tomonidan pul yig'ish odatini bu yil to'xtatish rejalashtirilmoqda. Mazkur tashabbus amalga oshadimi yoki qog'oz yuzida qolib ketadimi degan savol tug'iladi. Mavzuni hamkasbim davom ettiradi. So'nggi qo'ng'iroq tadbirida maktablarda pul yig'ilmasligi kerak. Bundan tashqari, o'quvchilardan pul yig'ib sovg'a olish ham bo'lmaydi. Agar qaysi bir maktabda shunday ko'rinish bo'lsa, qonunga bosh egmaslik qatori baholanib, o'sha maktab direktori ishdan olinadi. Bunday buyruq har bir maktabga Ma'rif ministrligidan qog'oz turida kelgan. Hech qanday bunday mizon buzuvlarga barboni ministrlikdan buyrug'ini atqaruv maqsadida tushuntiruv ishlarini yurgizdik. Hech qanday kafeler, restoranlarga o'tirishlarni uyushtirib Jana o'shunday ele bayag'i hozirgi uchurda baldar mashina haydab ko'chaga chiqqanlarni tushuntirib aytib жатабыз, bo'lmaydi deb. Tadbirga sanoqli kunlar qolgani sababli ota-onalar orasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. So'nggi qo'ng'iroq bayrami faqat maktablarda bo'lib, ortiqcha dabdaba bo'lmaydi. Kafe, restoranlarga borganlar javobgarlikka tortiladi. O'sh shahrida biz kengashdik. Kafe restoranlarında ötközbö degan masalamiz ish choralarini bardigi maktabda ötközbö deb chechim qabul qildik. Sirtdan ne olurdu? Bilib qolsangiz Endi sirtdan ötközishmaydi. Biz ota-onalar bilan ishlab o'tamiz. Maktabni bitirayotganlar ota-onalarning hamrohligida biror joyga borishlari mumkin. Bu haqda Ma'rif ministrligidan ma'lum qilishdi. Ota-onalar esa farzandlarini bitiruv kechasini tantanali o'tkazishga qarshi emasliklarini ma'lum qilishdi. Bayramdash kerak. Biroq har bir ota-ona o'zini aqli esib, jinade baldarını aytish kerak. O'zim negizinde bayramdaganga ruxsat berish kerak. Endi bir ele jol bo'ladi da bu ömründe. Emi ota-onaning qaramag'ында emas, ko'zam önünde yaxshiroq o'tirib bayramdab eskerse bo'ladi da. Bular qalatdi, to'yilga qala turgan nimada. Adam bir joli o'quvni bitib atsa, bir joli bitadi. Ma'qul dela emas buni. Hozirgi yoshlar o'tala buzilib ketadi. İchkilikka berilib avariya bo'lib o'tashlardan aynan mashinani ota-onalar berib qo'yib. O'shuning uchun agarda maktabning o'zida bo'la turgan bo'lsa, unda qarshi emasman. Anda restoranlarda bo'la turgan bo'lsa, unda qarshiman. Bitiruvchilar tadbirdan keyin dam olish joylariga borish uchun qimmatbaho mashinalardan foydalanishmaydi. Kortej bilan bayramni nishonlaganlarga eng kamida 10 ming so'm jarima solinadi. Кейбір ota-onalar o'shal avtounlarni berib, bolam bu yil 11-klass bitadi. O mashinani minib chiqqan o'quvchilarning arasında deb turib, Turkiyadagi ota-onalar bo'lib qolishi mumkin. O'sha ota-onalar bizga qayriladilar.
Биздин кызматкерлер атайын ушул боюнча посттор коюлат. Ар бир мектептин астына жана шаардын чыга бериш, кире бериш жерине. Ta'kidlab o'tsak, bungacha har yili taqiqlar bo'lgani bilan, biroq o'quvchilar kafe restoranlarga borishni oldi olinmay kelmoqda. Joriy yili O'sh shahrida 2000 dan ortiq o'quvchi 11-sinfni tugatadi. Hilola Ashurova, Jusuf Qo'shmatog'li, Qimbat Abdusamatog'li, Intimaq. Bugundan boshlab Qirg'izistonda Savodli bo'l aksiyasi boshlandi. Unga respublika bo'yicha davlat munitsipal xodimlar, o'quv yurtlari, maktab va bolalar bog'chalarining o'qituvchilari, jurnalistlar, jamoatchilik tashkilotlari vakillari, talabalar va xohlovchilar qatnasha oladi. Bu haqda Davlat tili bo'yicha Milliy komissiyasining raisi bildirdi. Aksiya diktant turida o'tkazilib, kitob o'qib, to'g'ri yozishga undash va savodli bo'lish madaniyatini rivojlantirishni ko'zlaydi. Diktant matnlari ishtirokchilarga oldindan berilmaydi. Matn 3 marta o'qib eshittiriladi. Birinchisi matn ma'nosini tushunish uchun, ikkinchisi yozish uchun, uchinchisi xatolarni to'g'rilash va punktuatsiya belgilarini qo'yish uchun. Diktantni taniqli odamlar o'qib, boshlanishidan oldin konvertga solingan bir nechta matnlarning ichidan tanlab olinadi. Tadbir Qirg'iziston Respublikasi davlat tili haqidagi qonun qabul qilinganligining 30 yilligi munosabati bilan tashkil qilingan. Milliy xavfsizlik bo'yicha davlat qo'mitasi raisi Idris Qadirqulov iste'foga chiqdi. Bu haqda mazkur muassasaning matbuot xizmati bildirdi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi yetakchisining ishdan ketishiga yaqin orada jamoatchilik orasida muhokama qilingan pasport muammosi sabab bo'lgani aytildi. Bugundan boshlab Turkiya bizning fuqarolarga mehnat vizalarini arzonlashtiradi. Bu haqda Tashqi ishlar ministrligi bildirdi. Endi qirg'izistonliklar Turkiyada mehnat vizasini $30 olishadi. Shunday baho bizni respublikada ishlamoqchi bo'lgan mazkur davlatning fuqarolari uchun ham tegishli. Eslatib o'tsak, bu vaqtgacha Turkiyaga mehnat vizasi $283 bo'lgan. Bundan tashqari 3 oydan ortiq vaqt yurgan qirg'izistonliklar ro'yxatga olishda soliqdan ozod qilinadi. Diniy va bilim olish bo'yicha Turkiyaga kelgan fuqarolar mehnat vizasini olmasa ham bo'ladi.